Rasullarimizni yangi gullari chiqdi. O'tgan bozor tugab qolgan edi. Ko'ryapsizlar, ranglari 6-7 xil yana chiqaveradi. Tigirlar va shu cho'tki chiqqan. Bu yubkali emas, yubkaga o'xshatib, ya'ni itkilingan, yubkaga o'xshaydi, aslida yubka emas. Bitta ko'ylak bu, uzun. Narxlari 100 mingdan sotilayotdi. Donaga, pachkaga 85 mingdan. Telegram gruppamizga o'tib zakaz so'rayapsizlar. Dona olmoqchi bo'lganlar uchun sal kelishtirib beramiz 100 mingdan. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar, har xili bor, yana chiqadi. Ya'ni doim bir xil chiqib turmaydi, bizda o'zgarib turadi. Bular 75 mingdan, bilasizlar buni. Buni ikki xil materiali bor. Shuni to'g'lanadigan bor, to'g'lanmaydigani bor. Bu to'g'lanadigan qimmatidan, arzoni ham bor buni. Ya'ni 45 ming, 50 ming chiqadiganlari bor. Bundan ko'ra sal to'g'lanmaydi, xunukroq bo'ladi. Jicha xiraroq chiqadi videoda ham. Mana bular ko'rib turibsizlar, bular 40 ming qilib beramiz. 45 ming, 50 ming sotilgan. Turk xibalar 55 ming, 60 ming, yangi gullar chiqqan, yangi modellar. Bular o'zi sezon o'tayotgani uchun narx-navosi tushdi. Kiysa hozir bo'ladi, issiqqa hozir issiq. Faqat biz ishlab chiqarish oldida yuradi. Bambuk, yupqa bambuk, xibi bambuk deydi. Asli xibiga aloqasi yo'q. Bular 45 ming qilib beramiz. Telegram gruppamizga zakaz so'rasizlar. Bularni ham 45 ming qilib beramiz. Bularni ham sizlar uchun 45 ming qilib beramiz. Bularni ham 45 ming qilib beramiz. Ko'p olaman deganlar uchun narx-navolar aytilindi. Bular lozim bo'ladi, lozim kichkina. Kattaga o'xshaydi, 48 50 kiloga tushadigan razmerda, ya'ni. Undan kattalarga tushmaydi. 54 ga umuman tushmaydi. 52 ga normal endi qisib tushadi. Biroz 48-50, razmer 48-50, mana bular nisbatan katta, ancha katta chiqqan bulardan. Bular narx-navolari lozimiga ham qaranglar, yubka bir yukda. Endi bu bilan buni lozimining farqi ancha katta, shuning uchun narx-navosida ham farqi bor. Bu materiali yaxshiroq. Bularda lozimi yo'q, aytganimdek, bularda lozimi bor. Lozimidan 40 ming. Vaqt o'tganligi uchun narx-navo tushdi. Qanaqadir sifati buzilgani uchun emas, o'zi sifati buzuq, narx-navosi shuncha arzon. Sezon o'tganicha atrofdagi hamma narsalar Telegram gruppamizda bor deyarli. Yana nimalar kerak bo'lsa Telegram gruppamizda zakaz so'rasizlar. Hisobinglar Qo'qon shahridagi bozor.